Fasli navbahor oldi, ketibon zimistonlar, do'stlar, g'animatdir sayr eting gulistonlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli vatandoshlar, sizlar bilan diydor ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun shunday bir kunda turibmizki, o'zi Komilaxon bilasizmi? Bahor kelishi bilan, ayniqsa Navro'z arafalarida yodga tushadigan qo'shiqlar, misralar bor. Har bahorda shu bo'lar takror, har bahor ham shunday o'tadi degan. Xullas kalom, hamkasbimga salomlashib olishga ham imkon berganim yo'q. Mana shu imkonni taqdim qilsam. Assalomu alaykum azizlar. Yangi kun muborak bo'lsin. Barchamizni qalblarimizda hozir mana shu tuyg'ular jo'sh uryapti. Xursandchilik, bayram taraddudi bugun yurtimizda Navro'z olam keng nishonlanadi. Barchangizga mana shunday ko'tarinki kayfiyat tilaymiz azizlar. Dasturimiz ham xuddi shunday a'lo kayfiyatda o'tadi, chunki ajoyib mehmonlarni taklif qilganmiz. Go'zal kuy qo'shiqlar, umuman o'zi bayramda kuy qo'shiqlar yarashadi-da. Xuddi shunday. Maza qilib qo'shiqlarga raqsga tushamiz, qiziqarli suhbatdoshlar bilan suhbatlashamiz va albatta hududlarda bugun Navro'z sayllari, ularni tomosha qilamiz azizlar. Bugun ko'tarinki kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Har kuning qadr ulubon, har kuning Navro'z bo'lsin degan misralar ayniqsa meni urab turibdi. Nimaga desangiz, chunki ham Moh Ramazon oyining qadr onlari, ham Navro'z onlari, ham Saidul ayyom, xullas kalom qo'shaloq bayramlar birgalikda kelgan bir onlarda turibmiz. Shunday ekan, yana bir karra barcha yurtdoshlarimizni mana shunday bir ko'rsatuvimizdagi go'zal bir boylik orqali chiroyli nima desam ekan? Chiroyli kunda nishonlayapmiz Sharqona yangi yilni. Yo'q, juda ham bugun ko'rsatuvimiz boy-da. Taassurotlarga boy o'tadi. Hammasi bilan sizlarni qutlamoqchimiz. So'zlar shunchalik quyilib kelyapti. Qaysi birini birinchi aytishni inson bilmay qolyapti. Nima bo'lganda ham sizlarga tong xayrli bo'lsin. Bugun ko'rsatuvimizni oxiriga qadar kuzating. Mehmonlarimiz hamkasb aytganimizdek juda ham bir iste'dodli ijodkorlar qo'shiqlari bilan sizlarning o'zi yaxshi kayfiyatingizni undan ham yuqoriga ko'tarishiga biz ishonamiz. Ana shu qo'shiqlarimizni birinchisini taqdim qilish orqali ko'rsatuvimizni boshlasak. Demak, azizlar, qalblardagi izhorlarimizni til bilan emas, mana shu go'zal qo'shiq bilan sizlarga taqdim etamiz. Marhamat. Turimiz davom etadi. Bugun bahorgi teng kunlik va yurtimizda u qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z degan bosh g'oya asosida o'tkazilmoqda. Umuman o'ylab qarasak, tarixiy ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, Navro'z bayrami 3000 yildan ortiq tarixga ega. Va albatta uni zamirida bizni milliy urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz mujassam aynan mustaqillik yillarida mana shu qadriyatlarimiz qayta tiklandi va bundan barchamizni ko'ngillarimiz shod bo'ldi azizlar. Bugun yurtimizni barcha hududlarida go'zal Navro'z sayllari tashkil qilingan va hozir mana shunday go'zal sayllardan biri, aynan Xorazm viloyatidagi sayllardan birini sizga lavha orqali taqdim etamiz. Birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Sayllarda xalqimiz milliy qadriyatlarining yorqin namunasi hisoblangan kelin salom, beshik to'yi, arqon tortish, tosh ko'tarish kabi milliy sport o'yinlariga alohida e'tibor qaratilgan. Universitet jamoasi, talabalar hamda tadbirga tashrif buyurgan mehmonlarning yuz ko'zdan bilish mumkinki, milliy qadriyatlarimiz chin ma'noda faxrimiz va g'ururimizdir. Bayram sayillarida ishtirok etgan barcha yurtdoshlarimiz Sharqona yangi yil bo'lmoq Navro'zi olam bilan bir-birlarini qutlashdi. Raqs chiqishlari, milliy taomlar ko'rgazmasi, qadim qadriyatlarimiz uyg'unligi tadbir ishtirokchilariga yanada ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Bu urf-odatlar albatta ajdodlarimiz tomonidan qo'llanib kelingan urf-odatlar, to'ylardagi har xil o'yinlar, ular kiygan kiyimlar, iste'mol qilgan taomlarni bu milliy qadriyatlar deb tushunamiz. Albatta ajdodlarimiz tomonidan qo'llanib kelayotgan bu urf-odatlar har bir insonga ma'naviy ozuqa bo'ladi degan umiddaman. Milliy qadriyatlarimizni targ'ib qilish, ana shuni yoshlarimizga singdirish bugungi ana shu ma'naviyatimizning eng asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Havaskor yoshlarning chiqishlari, xorazmcha ohanglar, milliy raqslar uyg'unligi kishida jo'shqinlik bag'ishlamasdan qolmaydi. Bayram sayilida qadriyatlarimiz tarannumiga alohida e'tibor qaratilganligiga guvoh bo'lish mumkin. Bugun butun mamlakatimiz bo'ylab keng quloch yoyayotgan Navro'z shodiyonalari viloyatimizda ham davom etmoqda. Hududlarda, joylarda, jamoat tashkilotlarida, aholimiz o'rtasida, mahallalarda bayram shukuhini ko'rishimiz mumkin va mana shunday bayram ayyomlari bugun biz universitetimizda ham juda katta ko'tarinkilik bilan, uyushqoqlik bilan davom ettirilmoqda va bugun mana ko'rib turganingizdek, butun talabalarimiz, professor o'qituvchilar jamoasi bilan birgalikda Navro'z bayramlariga uyg'un holda butun mamlakatimiz bo'ylab keng quloch yoygan va barcha joylarda o'tkazilayotgan
milliy qadriyatlar, ma'naviyatimiz ko'zgusi nomli bayramga ulanib ketdi. Va o'ylaymanki, milliy qadriyatlarning targ'iboti albatta yoshlarimizning tafakkurida o'zlikni anglash, o'zlikni his qilish borasida juda katta bir muhim ahamiyatga egadir. Bo'lib o'tgan sayillar chin ma'noda azaliy an'analarimiz va qadriyatlarimiz timsoli bo'lmish Navro'zni ifoda etadi. Milliy liboslarda jam bo'lgan talaba yoshlar tomonidan qadim o'tmish ming yillarga borib taqaladigan Xorazmning urf-odatlarini badiiy sahnalashtirilgan holda mehmonlarga namoyish etishdi. Nafaqat universitetimiz talabalari, o'quvchilari, balki boshqa mahalladan ham, turli xil tashkilotlardan ham mehmonlar tashrif buyurishgan va ushbu jarayonlarda bizning talabalarimiz juda ko'tarinki kayfiyatda va bizning milliyligimiz bo'lgan qadriyatlarimizni namoyon etishmoqda. Shu fursatdan foydalanib barchani bayram bilan muborakbod etaman. Qolaversa, chiqishlarda ayrim marosimlarimiz Avesto davridan buyon shakllanib, sayqal topganligi ham ilmiy asoslab berildi. Bu kabi chiqishlar orqali xalqimiz Navro'z bayramini bejizga qadrlamasligini, unga millat ruhi, o'tmish va kelajagi jam bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shunday saytlar orqali eldoshlarimiz intiqib kutadigan Navro'z shodiyonalari qalbdan qalblarga kirib bormoqda. Qanday yaxshi. Bilasizmi, Komilaxon, mana shu hamal keldi, amal keldi deyshadi xalqimizda. Mana hozir ko'rib turibsiz, umuman bizni ko'k taomlarimiz deymiz. Shuvaralar, o'sha sumalaklar, o'sha ko'k mantilar, somsalar, umuman vitaminlarga boy mahsulotlardan tayyorlangan taomlar bahorda dasturxonlarimizga tortiladi. Dalalarda ish qaynaydi. Xullas kalom, Navro'zni boshqacha bir nishonlaymiz. Navro'z butun nafaqat bizning diyorimizda, boya Komilaxon aytganlaridek, ko'pgina hududlarda, ko'pgina davlatlarda, mamlakatlarda nishonlanadi. Shunday emas? Haqiqiy uyg'onish bayrami aytganingizdek, hamma narsa jonlanadi. Nafaqat tabiat, borliq jonlanadi Navrozda va Navro'z shuning uchun ham dunyodagi eng ko'hna bayram desak aslo adashmagan bo'lamiz azizlar. Va bir qator sharq xalqlari va ayrim Yevropa mintaqalarida ham Navro'z bayrami keng nishonlanadi. Menda ajoyib bir ma'lumot bor ekan, qarang. Aburayxon Beruniyning qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar, Mahmud Qo'shg'ariyning Devoni lug'ati turk, Firdavsiyning Shohnoma, Umar Xayyomning Navro'znoma, Abu Bakr Narshahiyning Buxoro tarixi asarlarida mana shunday ma'lumotlarni yaqqol isbotini ko'rsak bo'ladi. Xullas kalom, ko'plab tarixiy adabiyotlarda aynan Navro'z bayrami haqida ma'lumotlar bor. Ayniqsa sharq xalqlari hayotida Navro'zni tutgan o'rni haqida ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Ayni damda azizlar, biz Sharqiy Osiyo xalqlari hayotida Navrozning tutgan o'rni haqida sizga bir qiziqarli lavhani taqdim etamiz. Marhamat. Marhamat. Ko'ramiz. Shu kunlarda sayyoramizda 300 millionga yaqin odam Navro'zni nishonlamoqda. Ba'zi manbalarga ko'ra 3000 yil, boshqalarga ko'ra 5000 yil davomida bayram Ipak yo'li bo'ylab joylashgan mamlakatlarda rivojlangan. 2009-yilda Navro'z UNESCO tomonidan insoniyatning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatga kiritilgan va 2010-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 21-martni Xalqaro Navro'z kuni deb e'lon qilgan. Bugungi kunda Navro'z Ozarbayjon, Albaniya, Afg'oniston, Gruziya, Hindiston, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Mo'g'uliston, Pokiston, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiya, Iroq, O'zbekiston kabi mamlakatlarda nishonlanadi. Navro'z Rossiyaning Turkiy, Kavkaz va Eron tillarida so'zlashuvchi 20 dan ortiq mahalliy xalqlar uchun ham an'anaviy bayram hisoblanadi. O'rta asr tarixchilari bu bayram Yamanda nishonlangani haqida xabar berishgan. Fotimiylar davrida Misrda Navro'z barcha xarakterli fors marosimlari, gulxanlar, sovg'alar, qo'shiqlar va raqslar almashinuvi bilan milliy bayram sifatida qabul qilingan. Hindistonlik musulmonlar Navro'z an'analarini Janubiy Afrikaga olib kelishdi va Suahili xalqi vakillari dengizchilar tomonidan o'z yerlariga olib kelingan marosimlarni qabul qilishgan. Savol tug'iladi. Navro'zni nishonlashda turli xalqlar o'rtasida qanday umumiylik bor? Barcha mamlakatlarda odamlar ushbu bayramga puxta tayyorgarlik ko'rishadi. Ular uylarni tartibga soladilar, qarindoshlar va do'stlarga sovg'alar, shirinliklar ulashishadi. Bayramona stollarda mo'l-ko'l yegulik bo'lishi kerak. Eng keng tarqalgan taom sumalakdir. Xitoyda asosiy bayramona taom 7 ta mahsulotdan tayyorlangan yog'siz bo'tqa. Afg'onistondagi bayram dasturxonida meva va yong'oqlar 7 xil mevadan tayyorlangan kompot bo'lishi kerak. Eronda 7 ta chiroyli kompozitsiya, rangli tuxum, yonayotgan sham, Qur'on yoki hofizning she'riy kitobi, oyna va idishda suzuvchi baliqlar bo'lishi kerak. Stolga oyna va sham qo'yish odatiy holdir. Navro'zning asosiy ramzlaridan biri tabiat va tabiatning uyg'onish ramzi
qizil tasma bilan bog'langan unib chiqqan bug'doy hisoblanadi. Navro'zda an'anaviy baliq va guruchli taom, mahi palov pishirish ham odat tusiga kirgan. Qozog'istonda yangi yil an'anaviy ichimlik Navro'z ko'sxe tayyorlash bilan boshlanadi. Eron, Afg'oniston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekistonning turli burchaklaridagi ayollar va qizlar sumalakni guruh bo'lib pishirib, uni pishirayotganda qo'shiqlar kuylashadi. Ko'pgina mamlakatlarda konsertlar, festival, milliy o'yinlar, an'anaviy raqs va musiqiy chiqishlar kabi turli tadbirlar tashkil etiladi. Qoyil, albatta hozir qarang, sumalak pishirilayotgan jarayonni ko'rib bolaligim esimga tushib ketdi. Sizda ham bo'lganmi? Kimda tosh chiqib qolsa, xursand bo'lib ketardik va niyat qilardik. Albatta bo'lgan, o'zi toshlar to'planadi. Hozir ham bor. Ayniqsa chekkaroq hududlarimizda ko'p e'tibor beriladi. Navro'zda bu bir bahonadek tuyuladi-da. Navro'z sumalak atrofida o'yinlar, o'sha bolajonlar o'yinlar o'tkazadi. Nafaqat bolajonlar, balki kattalarni ham o'tkazadigan o'yinlari bor. Bugun darvoqe bizda katta bayram nishonlanyapti. Mahallalarimizda ham o'sha arqon tortishlar deymizmi, ko'pkarilar deymizmi, o'sha qo'shqor urishtirishlar, varrak urishtirishlar, tosh ko'tarishlar, polvonlar o'zini ko'rsatadigan fursatlar keladi. Yana bir chiroyli o'yinimiz bor, bilasizmi? Do'ppini o'rtaga tashlab, kim oladi yoshigina deya deb. Bor, bunaqasi ham bor. Mana shu o'yinni ham o'ynardik. Qiz bola bo'lsak ham, barcha bolalar yig'ilib mana shu o'yinni o'ynardik. Yana qiz bola bo'lib o'ynanadigan qanaqa o'yinlar bor edi? Endi men ko'proq varrak uchirardik, varrak yasardik. Mana shu varrak yasash jarayoni ham juda qiziqarli bo'ladi. Ana boshingizdagidek gullardan nimalar to'qishchi? U hali gullar chiqmagan bo'ladi. Endi gullar yo'q, bor. Boychechaklar chiqqan, albatta uni ham qilardik. Chiroyli urf-odatlarimiz juda ko'p, azizlar. Demak, bugun aynan Navro'z sayillarida mana shu barcha urf-odatlarimizni ko'rishingiz mumkin. Ko'zlaringiz quvnaydi. Albatta, farzandlaringiz, yaqinlaringiz bilan bayram sayillariga chiqing deymiz, maslahat beramiz. Ko'tarinki kayfiyatini tark etmaydi. Va mana shu sumalak haqida gap ketganda bir qo'shiqni doim Navro'z kelganda aytib yurardim. Menimcha sizda ham shunday bo'lsa kerak. Shunday bu qo'shiqni juda ham sevamiz. Husnul Xoliqov ijro etganlar bu qo'shiqni. Alloh rahmat qilsin. Hozir esa mana shu qo'shiqni bir yangicha talqinda chiroyli qilib ijro etgan yana bir ijodkorimizdan mana shu qo'shiqni tinglasak. Afzalbek Husanov ijrolarida Sumalakdan tosh topdim qo'shig'ini eshitamiz, azizlar. Marhamat. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim. Ko'ksimda yondi umid, bir ajib sirdosh topdim. Mo'jizali mo'jaz tosh yo'llarimda bo'l yo'ldosh. Bir umr mushtoq o'tdim, tugadi tog'dek bardosh. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim. Ko'ksimda yondi umid, bir ajib sirdosh topdim. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim. Ko'ksimda yondi umid, bir ajib sirdosh topdim. Mo'jizali mo'jaz tosh yo'llarimda bo'l yo'ldosh. Bir umr mushtoq o'tdim, tugadi tog'dek bardosh. Mo'jizali mo'jaz tosh yo'llarimda bo'l yo'ldosh. Bir umr mushtoq o'tdim, tugadi tog'dek bardosh. Omadmi baxt berursan, yo muhabbat berursan, hijron zada ko'nglimga balki quvvat berursan. Omadmi baxt berursan, yo muhabbat berursan, hijron zada ko'nglimga balki quvvat berursan. Mo'jizali mo'jaz tosh yo'llarimda bo'l yo'ldosh. Bir umr mushtoq o'tdim, tugadi tog'dek bardosh. Mo'jizali mo'jaz tosh yo'llarimda bo'l yo'ldosh.
qanday ajoyib qo'shiq, qancha nima deydi, ana shu o'tmishdagi voqealar, shirin xotiralar yodga tushdi. Maza qilib tingladik. Go'zal qo'shiq ajlar va bugun albatta chiroyli xotiralar, bolalik yodi albatta esga olinadi va undan tashqari yana bir narsa yodingizdan chiqmasin. Yaqinlaringiz orasida bugun Shukrona kunlarini nishonlayotganlar bo'lishi mumkin. Ya'ni qo'shaloq bayramini nishonlayotganlarni yoki umuman yaqinlaringizni Navro'z ayyom bilan tabriklashni istasangiz, albatta bizni Telegram manzilimizga salom tabriklaringizni yozib yo'llang, biz ularni o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. Xuddi shunday men hamkasbimga qarab bugun kimga o'xshatyapman dedim. O'sha bahor deganda ayol kishi ko'z oldimizga keltiriladi va o'shani suratlari chizilgan payti xuddi sizga o'xshab chizishardi. Mana shu yam-yashil kiyimda, boshingizda shunday chambarak, bahoroy bo'lib qolgansiz. Mana shunday bahoroy sizlarni tabriklashni xohlasangiz, boya aytganimizdek bizga murojaat qiling. To'g'ridan-to'g'ri barcha yurtdoshlarimiz guvohligida sizlarni qutlaymiz. Demak, endi ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Bizdan aslo yiroqlashmang, eng qiziqarlisi hali oldinda. Marhamat. Azizlar, yana bir bora Navro'z olam muborak bo'lsin. Barchangizga ko'tarinki bayramona kayfiyat tilaymiz va bayramga ilk mehmonimiz ham yetib keldilar studiyamizga. Ularni taklif qilamiz. Tanishtirib o'taman. Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati instituti maqom kafedrasi o'qituvchisi Beknazar Nurmuhammedov. Marhamat, assalomu alaykum. Marhamat Beknazar, sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum. Barcha ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi erta tongda? Bayram muborak bo'lsin. Yuz ko'zingizdan ko'rinib turibdi, kayfiyatingiz zo'r. A'lo darajada. Bugun a'lo darajadagi suhbat ham bo'ladi siz bilan, bunga ishonamiz. Biz ko'rsatuvimizni avvalidan beri qo'shiqlar haqida gapiryapmiz. Qo'shiqlarni inson kayfiyatiga ta'siri, umuman bahorda qo'shiqlar yarashishi hammasini aytyapmiz. Endi hozir so'zimizni yaqqol studiyadan turib isbotiga guvoh bo'lamiz. Beknazardan yaxshi qo'shiqlar ham tinglaymiz. Bundan oldin bitta suhbat bitta salomlashib olsalar juda yaxshi bo'lardi. Salomlashmadingiz siz aytgancha. Muxlislar kutib qolishdi. Marhamat, muxlislarimiz bilan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi Navro'zi olam muborak bo'lsin. Qo'shaloq bayramlar, Ramazon oylari muborak bo'lsin. Barcha vatandoshlarimizni bayram kayfiyati bilan tabriklayman. Sog' bo'ling. Rahmat. Bayram kayfiyatini esa albatta qo'shiqlaringiz orqali ulashasiz. Eshitamiz, qanday qo'shiq ijro etib berasiz? Bugun premyera desak ham bo'ladi. Navro'z haqida bir chiroyli ashula qilganman. Qanday yaxshi. Demak, Assalom O'zbekiston dasturida premyera azizlar birgalikda qarshi olamiz. Marhamat. Sozni olib qo'limga, bilboq bo'ylab bilimga, Navro'z sayli muborak, yangi O'zbekistonga. Bulbul sayrar ozonda, sumala qo'ynar qozonda, hamma o'ynab quvnaydi, sozingni chal sozanda. Bulbul sayrar ozonda, sumala qo'ynar qozonda, hamma o'ynab quvnaydi, sozingni chal sozanda. Olam olam shodliklar olib keldi Navro'zga. Momolarim chanqovuz chalib keldi Navro'zga. Kelinchaklar kokilin o'rib keldi Navro'zga. Yangi O'zbekistonga kirib keldi Navro'zim. To'yu bayram elimda, sozim sayrar qo'limda. Jo'shib qo'shiq aytayin yangi O'zbekistonda. Olam olam shodliklar olib keldi Navro'zga. Momolarim chanqovuz chalib keldi Navro'zga. Porlab turar quyoshim, omon bo'lsin yurtboshim. Har bir yangi kunimiz Navro'z bo'lsin yurtdoshim. Tugab qoldimi? Darrov endi raqs boshlayotgandik. Ozgina bo'lib. Beknazar, marhamat. Joylashing. Kelibsiz.
Siz bilan dildan bir suhbatlashamiz. Aziz tomoshabinlarimizga ham bu qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, bu juda ham qiziq. Hozir premyerani eshitdik, lekin juda ko'p yangiliklar bilan kelibdilar. Hozir ish joylarini e'lon qilganimda ham men uchun yangilik bo'ldi. Ish joyingizni o'zgartiribsiz. Albatta. Hozir Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati instituti maqom kafedrasi o'qituvchisiman. Hozir maqomchilarga, baxshilarga ovozni yo'lga qo'yish degan fan bor. Ovoz diapazonlarini aniqlab, Rasul akam yaxshi biladilar. Teatr xodimlari bularga yangicha ovoz mashqlari baxshilar ham bular ham rezonatorda kuylaydi. Shuni hozir so'ramoqchi edim-da, o'zi akademik ijro deymiz, keyin maqom ijrolarida o'ziga yarasha bir yo'nalishi bor, o'zini nozik farqlari bor. Keyin endi baxshichilikda ko'pchilik o'ylaydi, tomog'idan ijro qilyapti, tomog'ini qirib og'rib ketmasmikin deb o'ylaydi-da. O'shani qanday bir farqlarini, uslublarini aytib bersangiz? To'g'ri, endi maqom xonandaligiga kelsak, an'anaviy ijrochilik, maqom xonandaligi ham 3 ta yo'nalishga bo'linadi. Toshkent Farg'ona yo'li, Xorazm yo'li va Buxoro yo'li maqomlarni 3 ta maktab va uchalasi ham 3 xil yo'nalish deydi-ku, manera o'sha narsani talab qiladi. Hamma narsa bog'liq bunga nafas. Hammasiga lekin nafas birday kerak va o'sha ovoz diapazoni, misol uchun 2 oktava, 2,5 oktava, 3 oktava o'sha mashqlar. Misol uchun dehqoncha Jaydari tushuntiradigan bo'lsangiz, har kuni kachasida qilishingiz kerakmi? Misol uchun sport bilan shug'ullanishingiz kerakmi? Xonandalarga ham bu narsa kerak. Har kuni nafas mashqlari, artikulyatsiya mashqlari va o'sha diapazon mashqlar bu xonandani ovozini charxlab turadi. O'zi nafas mashqlari nafaqat xonandaga, balki suxandonlarga ham kerak. To'g'ri, sizni ovozingizni eshitib havas qiladi inson. Juda ham kuchli ovozingiz bor. Rahmat. Bugun bayram, keling bayram haqida gaplashaylik. Aynan bayram bilan hozir bog'liq xotiralarni, bolalik xotiralarini yodga oldik Rasulxon bilan. Sizda ham shunday shirin xotiralar bo'lsa kerak. Qanday o'yinlarni yaxshi ko'rardingiz bahorda? Bularda bo'lsin-da xotiralar. Keling o'rtoqlashingiz bilan. Endi shu qishloqda Jaydari bolasi deydi-ku. Shu Surxondaryo, Muzrabot tumani, Oqtashabot qishlog'i. Shu bizni qishlog'imiz tepasida adir bo'lardi. Hozir ham bor o'sha adir. Va mana shu bug'doyga o'xshagan adir ko'm-ko'k. O'zi to'g'risi mana bahor kelaversa, odam qumsaydi shu adirlarga borib, yana yoshligimizda mol boqqanmiz, qo'y boqqanmiz adirlarga. O'shanda shu bolalar bilan chillik degan o'yin bo'lardi. Shu cho'pon tayog'imiz bo'lardi va kichkina 10 sm diapazonda shu cho'pni nima qilib, yerda kovlab olib, cho'pon tayog'imiz bilan otardik. O'shanaqa musobaqalar o'ynardik. Va eshak mindi degan ana o'yinlar bo'lardi. Bolalar yig'ilib olib, bir-birimizni ushlab, ustiga sakrab, mana shunaqa o'yinlar bo'lardi. O'zi cheksiz dalalarda mashina. katta bo'lgan insonlarda ko'pincha o'sha ovozi kuchli bo'ladi, chunki ular shu bir tog'dan narigi tog'ga qarab baqirishadi. Yo'q, molni qaytar degan joyida ham ovoz o'zi qo'yilib qoladi-da. O'zi shu bahor kelaversa, hamma ishni yig'ishtirib olib, ketib yorgim keladi shu qishloqqa. Ko'pchilikka bo'ladi, o'zimda ham bo'ladi. Hammasini yig'ishtirib boray deb shu borib shu qishloqqa shu qo'y boqqim keladimi? Shu dalalarda toza havosini aytasizmi? U yerdagi tinchlikni aytasizmi? U yerdagi samimiylikni aytasizmi? Xullas sanayversak. U yerdan ilhom olib keladi inson va yana bilasizmi, mana vohadagi insonlarga juda ham havasim keladi. Bir chiroyli o'yin bor, ko'p kari o'yini. Menga juda ham yoqadi, lekin qo'rqaman, to'g'risi ot minib ko'rishdan qo'rqaman. O'tirib ham ko'rmaganman. Siz aynan ko'p karida ishtirok etganmisiz, ot minasizmi? Endi yoshligimizda qishlog'imizda shu fermasida ot bo'lardi. Shu ot minib katta bo'lganmiz. Shu ot minardik. Endi ko'pkarilarga ham xizmat safarlariga boramiz. Ko'pkari bemalol shu ot minib, shu otdan qo'rqsangiz, ot sezadi uni.
siz otdan qo'rqmasangiz ot hech narsa qilmaydi. Demak, Ot hech qachon yiqitmaydi. Hech qachon insonga zarari yetmaydi. Yiqilsa ham Otdan. hech narsa Ha, bo'lmaydi. lekin anavi eshak degan jonivor bor, undan yiqilsangiz o'xshaysiz lekin. O'zi kichkina bo'lsa ham, O'zi kichkina bizda. lekin undan Chunki u yiqilsa eshak u. Ha, demak, nima deydi, o'rganib, keyin hamma sir asrorlarini bilib borish kerak ekan. Umuman yana bir chiroyli, nima deydi, kurash o'yinlari bor. Umuman o'zbegim polvonlarini o'yinlari, hammasini hozir gapirsak vaqt yetmaydi. Sizda chiroyli bir qo'shiq bor, bilaman. O'zbegim polvonlari degan qo'shig'ingizni taqdim etsak hozir. Aynan bayramga haqiqiy sovg'a bo'lardi. Xuddi shunday o'zimiz ham shu anavi yoshligimizdan kurash tushib polvon bo'lganmiz. Akalarimiz, tog'alarimiz to'ylarga borganda shu birinchi yosh bolalar qo'yib yuboradi-yu. Rosa kurash tushganmiz, o'shalarda ilhomlanib, shu yoshligimizda shu baxshilarni eshitib, ilhomlanib, shu baxshiyona yo'lda mana shu ijodni qilganman. Eshitib baho berasizlar aziz muxlislarimizga. Qani ketdi. Sahnaga taklif qilamiz, marhamat. Yangi O'zbekiston yoshlari katta qadamlarni tashladi. Katta yo'lga chiqqan karvoni bor bo'lsin O'zbekning polvonlari. Ey kurash say maydonda polvonlarning zo'risan. Halollab ot polvonim alpomishning birisan. Namus bilan oring bor, belingda bilbog'ing bor. Ilu yurting quvonar, Bobot tog'day tog'ing bor. Yangi O'zbekiston yoshlari katta qadamlarini tashladi. Katta yo'lga chiqqan karvoni bor bo'lsin O'zbekning polvoni. Alpomishi mangu berdi temirbeklar avlodi. Butun elda yarashadi polvonlarning savlati. O'zbekiston farzandi elda o'ynab kuladi. Abdulla Tangri bo'lib katta polvon bo'ladi. Sheraliyu Alisher Rishod polvon kelbiyon. Muhammad Karim Muzaffar Muhsin polvon chempion. Yangi O'zbekiston yoshlari katta qadamlarini tashladi. Katta yo'lga chiqqan karvoni bor bo'lsin O'zbekning polvoni. Alpomishi mangu berdi temirbeklar avlodi. Butun elda yarashadi polvonlarning savlati. Yoshlarimiz shaxmatda raqiblarin mot qildi. Dunyo bilan tenglashib ko'ngillarni shod qildi. Jahonga parvoz aylab doim ochiq yo'llari. Futbolchilar bor bo'lsin finalda xiygollari. Yangi O'zbekiston yoshlari katta qadamlarini tashladi. Katta yo'lga chiqqan karvoni bor bo'lsin O'zbekning polvoni. Alpomishi mangu berdi temirbeklar avlodi. Butun elda yarashadi polvonlarning savlati. O'tganlarni yod etib duo olgan otadan Bahodir ringga chiqdi madad tilab Xudodan. Dunyoni lol ayladi Bahodirning zarbasi. Elda bayram to'y bo'ldi, ko'zda quvonch yoshlari. Yangi O'zbekiston yoshlari katta qadamlarini tashladi. Katta yo'lga chiqqan karvoni bor bo'lsin O'zbekning polvoni. zo'r.
zo'r. Aferin. Bayramga haqiqiy sovg'a bo'ldi qo'shiqlaringiz. Katta rahmat aytamiz. Rahmat. Sizni Bayramga- tabriklarlar eshitsak tabriklarini. Mana marhamat, hamkasbimni takliflarini amalga oshiramiz. Barcha yurtdoshlarimizni Qo'shaloq bayrami bilan tabriklayman va ota-onamni tabriklayman, oila a'zolarimni, hamkasblarimni tabriklayman. Barcha muxlislarimizni tabriklayman. Mana shu bayram kayfiyati hech qachon tark etmasin. Aytganingiz kelsin. Bayramni a'lo kayfiyatda nishonlash barchamizga nasib etsin. Bugungi tashrif uchun katta rahmat deymiz. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Ijodlaringizga baraka tilaymiz. Yangi yaxshi qo'shiqlarni kutib qolamiz. Shogirdlar yetishtirishdan ham charchamang. Rahmat. Sog' bo'linglar. Azizlar, siz esa bizdan aslo yiroqlashmang. Eng qiziqarlisi hali oldinda. Azizlar, ko'tarinki kayfiyatda davom etamiz. Eslatib o'taman, biz jonli efirdamiz va bugun O'zbekiston telekanalida kun davomida bayram marafoni tayyorlangan. Siz uchun aslo o'tkazib yubormang. Demak, siz sevgan xonandalar tashrifi kutilmoqda. Siz sevgan qo'shiqlar, xullas, bayramga haqiqiy sovg'a bo'ladigan dastur siz uchun O'zbekiston telekanali xodimlari tomonidan tayyorlangan. Ayni damda esa bizda yana bir mehmonimiz studiyadalar. Sizlarni taklif, to'g'ri tabriklash niyatida tashrif buyurganlar. Demak, Sizlarni taklif etmoqchilar desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Rostga Yaxshi taklif onlarga chiroyli kayfiyatni yana ham ko'tarishga taklif eta oladilar, chunki san'atkorlarning shundaylari bo'ladiki, ularni butun san'atkorlar deb e'tirof etishadi. San'at insonlari, namoyandalari, chunki ham sozanda sifatida, ham xonanda sifatida, ham kerak bo'lsa bastakor sifatida ham o'zlarini namoyon eta oladigan ijodkorlarga mana shunday ta'rif va tavsif ishlatiladi. Hozirgi san'atkorimiz ham xuddi shunday. Yana bir yangilik ham bo'libdiki, yaqin o'tgan kunlarda yanvar oyida ular Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi miqyosida taqdim etiladigan, taqdirlaniladigan bir mukofot bor ekan. Fidoyi xizmatlar uchun degan mana shu mukofotni qo'lga kiritibdilar. Bu bilan tabriklash uchun va chiroyli qo'shiqlar va ajoyib suhbatlardan bahramand bo'lish uchun biz san'atkorimizni taklif etganmiz. Xushovoz xonanda, serqirra ijodkor San'atbek Farmonov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Endi muxlislar bilan salomlashib olasiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimizga, jannatlagan O'zbekiston haqiqiy bir nima deydi, bir chiroyli onajonlarimizga, aziz otajonlarimizga, ustozlarimizga bayram muborak bo'lsin. Biz o'zi kelgan mehmonlarimizni ham, yurtdoshlarimizni ham qo'shaloq bayramlar bilan tabriklayapmiz-da bugun. Endi sizda yana bitta sababimiz bor ekan tabriklashga. Bu munosabat bilan ham barcha bayramlarga qo'shimcha yana bu bilan ham tabriklaymiz. Mukofot muborak bo'lsin. Rahmat. Yana ham kattaroq bir ijodiy ishlaringizga bir turtki bo'lishiga tilakdoshmiz. Ilohim aytganlaringiz kelsin. Rahmat. Sizlarga ham nasib qilsin ilohim. Endi bitta qo'shiqdan boshlasak, nima bo'lar ekan? A'lo darajada bo'lardi, chunki bugun bayram, bugun kuy-qo'shiqlar yarashadi. Navro'z haqidagi qo'shig'ingizni eshitishni xohlardim. Yurtimda Navro'z sayli. Marhamat. Eshitamiz. Eshitamiz. Yashnadi bugun o'lkam, qiruv dalalar ko'rkam. Yashnadi bugun o'lkam, qiruv dalalar ko'rkam. Dasturxon to'kin bekam, xotirjamlik bamayli. Ey yurtimda Navro'z sayli. Qizlar sochi jamalak, o'yinar go'yo 40 malak. Qizlar sochi jamalak, o'yinar go'yo 40 malak. Tosh qozonda sumalak, tatib kirsinlar mayli. Ey yurtimda Navro'z sayli. Kurash
qo'shiqlar aytayli ey yurtimda Navruz sayli keksalari hurmatda duo qilar albatta keksalari hurmatda duo qilar albatta san'atkorlar xizmatda kuylasinlar chimayli ey yurtimda Navruz sayli Cemalak oynar göya kırkmalak Daş kazanda sumalak Tatıp kürsünler mayli Hey yurtumda Navruz sayli Yaşnadı bugün ülkem Kırığı danalar körkem Yaşnadı bugün ülkem Kırığı danalar körkem Dasturxon tökün bekem Xotirjamlik bamayli Navruz sayli ey yurtimda Navruz sayli Aferin, aferin, aferin. Marhamat. Kelibsiz. Yurtimizda Navruz sayli, aynan qadriyatlaring boqiy bo'lsin, Navruz degan bosh g'oya asosida o'tkazilmoqda. Xush kelibsiz yana bir bora. Ko'rganimizdan xursandmiz. Sog' bo'linglar. Bayram muborak bo'lsin. Sizlarga ham muborak bo'lsin. Kamilaxon, ismi jismiga monand degan bir so'z ibora bor xalqimizda. Qarang-da ismni ta'sirini insonga, ismlari ham san'at, o'zlari ham shunday san'atdan iborat bo'lgan inson. Xush kelibsiz yana bir bor. Sog' bo'linglar. Charchamayapsizlarmi? Ijodlarga omad. Sizlarni har doim nimadir ko'rsak odam quvonadi. Sizni ko'rsak, seriallarni ko'rgandek bo'lamiz, filmni ko'rsak, bahoralarni ko'rgandek bo'lamiz. Har doim sog' bo'linglar. Kayfiyat qalay? Zo'r, a'lo. Qo'shig'i zo'r chiqibdi. Yaxshi. Kayfiyat a'lo bo'ladida mana shunday yaxshi mukofotlarni qo'lga kiritgandan keyin, to'g'rimi? Taassurotlaringizni eshitamiz. Endi har bir kasb egasi o'zini bir mehnatini hech qachon bir to'xtatmasdan yaxshi Allohdan so'rab harakatni to'xtatmasdan ijod qilsa har bir kasbda ham o'zini yutuqlari xudoyim nima deydi samarasi bo'lar ekan. O'shanda biz ham shu ustozlarni havas qilardik. Mana shunday nima deydi ozgina mehnatlarimizni shu nima deydi baholanib shunaqa mukofot. Qanaqa bo'ldi o'sha mukofot? Bu taqdirlanish bo'yicha kriteriyalar bo'yicha ekan, qanaqa qilib? Shunaqa ekanki, biz endi mustaqil davlatlar hamdo'stligi miqyosida MDH davlatlari miqyosidagi shu ijodlaringizni hamdo'stlik hamda xizmatlaringizni shunaqangi biz endi har xil tilda ham qo'shiq aytamiz. Misol uchun mana qozoqcha ham qo'shiq aytamiz, mana turkmancha, undan keyin bo'lsin bir qozoqchasidanmi, turkmanchasidan bir narsa ayting. Yo'q. Xirgoyi joyida issiqda dedik-ku. Bo'ldi, bo'lmasa bir qo'shiq qilgan edik, biz ancha bo'lib ketgan edi buni. Esdan chiqib ketib qoldi. Undan oldin kim Gulsaram, Gulsanam degan oysalarga qo'shiqlar aytganmiz. Ismlarga aytganmiz ko'proq. O'shalar shu ommalashgan, undan keyin boshqa mana Bashkiriya shunaqa endi 16 davlatlarda endi shunaqangi mustaqil hamdo'stligi, davlatlar hamdo'stligi miqyosidagi shunaqangi fidoyi xizmatlar order bo'ldi. Har xil qo'shiqlar, har xil tilda qo'shiq aytsangiz ham yaxshi ekan. O'shaning uchun ularni bo'lmasam qozoqcha dedingiz, bo'lmasam ustozimiz Komil Xolmirzo ustozi so'zlari bilan shu aytilgan Ay gülüm degan. Ay gülüm. Ay gülümsün, ay hanımsın, gül içinde rayhanımsın, appak gülüm, ayda özken, karabunda can hanımsın, ay hanımsın. Shunaqa bir yaxshi. Davomiylar yana bor endi. Hali eshitamiz, eshitamiz. Hali eshitadigan qo'shiqlarimiz juda ham ko'p. Ayni damda bizda bir lavha bor. Aynan Navruz an'analarini qayta tiklash, asrab avaylash bu bizni milliy madaniyatimizga bo'lgan, milliy merosimizga bo'lgan chuqur hurmatni anglatadi va shu bilan birga bugungi yosh avlod ham albatta mana shu qadimiy bayramlar ta'sirida
taqdirda bo'ladi, o'rganadi ko'p narsani va bugungi kunda laparchilik, baxshichilikka qiziqayotgan va taqdirini mana shu san'at bilan bog'layotgan yoshlar juda ham ko'p. Fikrimizni esa Surxondaryo ijrochilari misolida hamkasbimiz Bahodir Doniyorov davom ettiradi. Ko'ramiz. Borliqdagi jamiki ne'matlarni in'om etuvchi tabiatga va saxovatli zaminga nisbatan bejizga ona deya ta'rif bermaymiz. Chindan, bahor kelib quyoshning issiq tafti olam uzra taralarkan, nishotayotgan har bir giyoh, gul yozib meva berajak dov-daraxtlar insonlar uchun rizq ro'z, bitmas tuganmas nasiba ekanligini his etib beixtiyor shukronalar keltiramiz. Qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navruz. Surxondaryoda yangilanish va yasharish ayyomi bayrami sayllari ana shunday shior ostida davom etmoqda. Bobo-momolarimizdan bizga meros bo'lib kelayotgan milliy an'ana va udumlarimiz bu faslda yanada bo'y ko'rsatadi. Yangilanish va yasharish fasli bilan bog'liq turli laparlar, qadimiy qo'shiqlar aytiladi, urf-odatlar namoyish etiladi. Kuyla meni chanqovuzim, sayra meni chanqovuzim. Mana bu o'zimizning qadimiy gilamlarimizdan hozir o'rmak to'qiyapmiz. Mana igramiz paxtadan o'zimiz qo'lda savaymiz, keyin o'rmakni quramiz. Degonalar, qo'shnilar, momalar quramiz, keyin buni shoxolga keltirib to'qib boshlaymiz. Bu gilamlarning ranglari tabiiy. Shuning uchun ham bu gilamlarimiz yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. Shunday Navro'z bayramlarida biz eski udumlarimizni, qadriyatlarimizni yoshlarga namoyish etyapmiz, ko'rsatyapmiz, ularga o'rgatyapmiz. Albatta, Navruz qadriyatlar qadr topgan bayram. Navruz asrlar davomida milliy ma'naviyatimizni rivojlantirgan ulug' ayyom. Xonadonlar, qishloq va mahallalarga serfayz yurtimizga osuda hayot, bahoriy quvonch, halol rizq nasiba olib keladigan go'zal shodiyona sifatida qadr topgan. Bahor kelsa alvon alvon ochilgay gullar, shodon bo'lib sho'x sayrashar shodon bulbullar. Bugun Navruz taronalari, Navruzni tarannum etuvchi sho'x qo'shiqlar, go'zal tarannumlar barchamizni ko'nglimizda yana ham yasharish hissini uyg'otmoqda. Boqiy bo'lgan Navruzi olamda har bir inson baxtli va yuzlardagi tabassumi abadiy bo'lsin. Fursatdan foydalanib, ko'p millatli xalqimizni Navruzi olam bilan chin qalbimdan tabriklayman. Darvoqe, bahor bayramini baxshi va oqinlarsiz tasavvur eta olmaymiz. Ular ham bayramga, Navruzga atab turli dastonlar, termalar ijro etishmoqda. Qumri qushlar sayragan, jami jonlar yayragan, qiz kelinlar o'ynagan, sumalaklar qaynagan, baxshilari kuylagan, o'lkamga Navruz keldi. Shu baxshi yo'lni yo'nalishda ham aytib turasizmi San'at aka? Harakat qilamiz, endi yaxshi ko'ramiz endi. Endi san'at endi nima deydi? Rang-barang bo'lgani yaxshida ijodda. Albatta, rang-barang qo'shiqlar va qo'shiqlaringiz orasida go'zal qizlarning ismlariga bag'ishlangan chiroyli qo'shiqlarni ham eshitamiz. To'g'risi havasim keladi. Meni ismimga ham qo'shiq aytsangiz. Juda ko'p ismlarga. Yo'q, aynan San'at aka ijro etmaganlarda. Ana. To'g'ri. Zakazlar, buyurtmalar kelyapti sizga. O'tgan safar kelganimizda Ma'rifatxon, endi siz o'zingiz Ma'rifatxon, endi Ma'rifatxon ham shunaqa degan. Endi xudo xolisa Komilaxonga atam, albatta Ma'rifatxonga ham atab yozdik endi. Xudo xolisa tayyor bo'lsa, endi shunaqa qatorda mana Komilaxonga ham atab. Keyingi dasturda albatta bo'lmasa minglab qo'shiqlar aytishingiz kerak. Faqat ism bo'lib qoldi, o'zi tinch bo'lib qoldi. O'zi bor, sizda Gulsara bor, Guli bor, Manzura bor. Yana kimlar bor? Gulsanam. Gulsanam bor, rus ismlariga yo'qmi? O, endi shu. Shunchaki u ham bo'ladi. Endi baribir shu nima deydi, bahoriy bir kayfiyatni beradigan asosan shu ismlar ham juda ham san'atdagi o'sha eski mumtoz yo'l ismlar. Bizda Baxshi degan spektaklimiz bor-da teatrda. O'shanda baxshichilikni farzandiga o'rgatayotgan paytda ota aytadi-da, o'sha davradagi qizlarning chiroyini maqtaysan, farzandiga o'rgatyapti. Maqtaysan va birortasini ismini qo'shib aytasan degan bir yo'nalish berishadi.
ana shu bu narsa bor narsa. Hozir ham davom etib kelyapti. Shaxsan San'at aka Parmonov ijodlarida ham bu qizlarning ismlariga atalgan Qo'shiqni qo'shiqlar mashhur bor. bo'lishga yordam beradimi endi shunday qizlarning ismini Xursand bo'lishga ham yordam beradi qo'shiqlarimizni. Endi haqiqatan qizlarimiz. endi albatta bahor o'z fasli bilan endi ayollarimiz bilan, shu aziz onalarimiz bilan endi yoshlari shu, hammasini ko'ryapsiz. Bir chiroyli bo'lib, haligi nima deydi, odam ism ham shu qizlarga qancha aytsangiz, endi ular endi o'zimiz ham singillarimiz bor, ahli ayollarimiz bor. Ular ham xursand bo'ladi-da. O'shanlardan kelib chiqib ayol kishi qulog'i bilan yaxshi ko'radi. Albatta, Yaxshi birinchi o'rinda. so'zni, gado so'zi, har bir inson mana shunday shirin so'z, gado so'z. Ayniqsa sizlarda ekan. Ayniqsa ayollar. Bizniki oshqozon. O'zingizga shukr, rahmat. Shunaqa endi ijod shunaqa ekan. Keling endi mana shu qo'shiqlaringizdan birini eshitsak. Hozir qaysi birini aytib berasiz? Bo'lmasam bugun endi Qaysi qizlarga atalganini eshitamiz bugun. Manzurani eshitdingmi yo? Mayli, bo'lmasa Rasulxon, Manzuralar xursand bo'lishadi hozir. Marhamat. Xo'p bo'ladi, marhamat. Marhamat. Eshitganda yayratadi, bulbullarni ey sayratadi. Qaramasang qaratadi, o'ynamasang o'ynatadi. Eshitganda yayratadi, bulbullarni ey sayratadi. Qaramasang qaratadi, o'ynamasang o'ynatadi. Manzura mana senga zo'ra shula. Manzura yuragingda qolaman bora bora. Manzura mana senga zo'r ashula. Manzura yuragingda qolaman bora bora. Sendagi bu husni jamol oshiqlarga vasli visol. O'zingdirsan sevgi timsol, bir umrga yonimda qol. Sendagi bu husni jamol oshiqlarga ey vasli visol. O'zingdirsan sevgi timsol, bir umrga yonimda qol. Manzura mana senga zo'r ashula. Manzura yuragingda qolaman bora bora. Manzura mana senga zo'r ashula. Manzura yuragingda qolaman bora bora. Manzura mana senga zo'r ashula. Manzura yuragingda qolaman bora bora. Manzura mana senga zo'r ashula. Manzura yuragingda qolaman bora bora. Yuragingda qolaman bora bora. San'at aka Manzuralar maza qilishdi. Hozir bugun boya aytgan edik. Bugun tavallud kuni bo'layotganlarni tabriklaymiz hali onlayn tarzda deb, to'g'ridan to'g'ri efirda. Bugun Manzuralar ham bor, ularning orasida ularni tabriklaymiz. Bitta savol tug'ildi bizda. Shu savolni beraylik. Siz aytdingiz-ku, shu ashulangiz Manzura xonandaga nima deydi, atalmaganmi mabodo?
Bo'lishi mumkin. Bo'lishi ham Chunki mumkin. yoshlikda havas kutilmaganda. qilgan bo'lishingiz Ha, mumkin. shunaqa endi haqiqatdan ham biz endi Manzura xonim endi nima deydi, juda ozodapalarni ko'rib, Yulduz Usmonovalarni ko'rib havas qilib ijod qilganmiz endi. Endi nima deydi, shunda haqiqatdan ham bo'lishi ham mumkin. Bo'lishi mumkin. San'at aka, hozir muxlislarni his qiladigan bo'lib qolganmizda, ancha boshlovchilik qilib, ulardan bir yana degan narsalar bo'lyapti-da. Hozir chaqiruvlar bo'lyapti, takliflar bo'lyapti. Manzuralar xursand bo'lib, Gulsaralar xafa bo'lib qolgan joylari bo'libdi. Yo'q. Shuning uchun endi Gulsaralarni talablariga binoan xursand qilish uchun endi Gulsarani ham bitta aytib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Joyida. Va bo'lsam chiroylisan, oydayin degan joydan boshlaymiz bo'lsam. Marhamat. Gulsaralar sizlar uchun. Chiroylisan oydayin, sochlaring biranmayin. Shuncha qizlar ichida o'zing yoqsang netayin. Chiroylisan oydayin, sochlaring biranmayin. Shuncha qizlar ichida o'zing yoqsang netayin. Voy 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 Gulsara, endi menga bir qara. Voy 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 Gulsara, dilginam bo'ldi yara. Voy 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 Gulsara, endi menga bir qara. Voy 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 Gulsara, dilginam bo'ldi yara. Ko'zlaringdan, boltamar so'zlaringdan, ne yigitlar havasda boqishar izlaringdan. Bu charos ko'zlaringdan, boltamar so'zlaringdan, ne yigitlar havasda boqishar izlaringdan. Voy 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 Gulsara, endi menga bir qara. Voy 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 Gulsara, dilginam bo'ldi yara. Voy 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 Gulsara, endi menga bir qara. Voy 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 Gulsara, dilginam bo'ldi yara. Güzelginam meleksan, yalnız özün kereksan. Onam uying sovchisi, menga orzu tilaksan. Güzelginam meleksan, yalnız özün kereksan. Onam uying sovchisi, menga orzu tilaksan. Voy 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 Gulsara, endi menga bir qara. Voy 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 Gulsara, dilginam bo'ldi yara. Voy 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 Gulsara, endi menga bir qara. Voy 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 Gulsara, dilginam bo'ldi yara. Voy 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 Gulsara, endi menga bir qara. Voy 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 Gulsara, dilginam bo'ldi yara. Yangi kun, Navro'zi olam barchangizga muborak bo'lsin. Bugungi bayram kunlarida mana shunday shukuhli ko'rsatuvimizni ko'rishni davom ettirayotganingizdan xursandmiz. San'atiga rahmat qo'shishingiz zo'r. Gulsaralar xursand. Hamma xursand bo'ldi. Hamma xursand. O'zimiz ham maza qildik. Ertalab badan tarbiya qilmaganimizni o'rni qoplandi. Marhamat, San'at aka, suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Bayramona kayfiyat uchun sizga katta rahmat. Haqiqatan bayram his qilindi hozir.
Yana bitta narsa, San'at aka, xudo xolasa konsertlar berasiz. Back vokalga boshqa odam izlab yurmaysiz. O'zingiz yaxshigina back vokal, xudo xolasangiz. Begona uyimiz qo'shiq ijrosida. Xullas kalom, gonorarimizga qurbingiz yetsa bo'ldi. Bo'ldi. Shu sifatimizni davom ettiramiz. Sog' bo'linglar. Kayfiyatlar qalay? Zo'r, rahmat. Bugun endi Navruz bilan bog'liq shirin xotiralarni eslayapmiz. Hamma bolaligini eslayapti. Bolalikda qanday nishonlangan sizda, qanday xotiralar qoldi? Bahor bayrami, bahor o'yinlari haqida eslasak kerak. Endi har bir faslda ham o'zi kirish qismi bo'ladi-yu. Har bir yoshlikni eslaydigan kirish qismida endi bu qish ham o'tdi mana. Endi bahorda umuman endi yana bir boshqacha eslanadi. Ayniqsa biz endi qishloqda mana Andijonda, Log'umi qishloqda mana Farg'ona kanal yo'llarida katta bo'lganmiz. Endi siz aytgandek Rasulxonda ham yaqinda yurtlariga mana Eshon qishlog'iga Xo'ja qishloqqa bordik. Mana juda bir samimiy odamlar, shunaqangi bir chiroyli bo'ldi tadbirda borganimizda. Bizda ham bahorda qirlar, ko'ngli xuddi shunaqangi. Endi o'sha joylarda biz ham endi o'sha o'zim yurtimni ko'rgandek bo'ldim-da. Endi qanaqangi bir yaqinligi bor, bir-biriga o'xshashligi bor, odamlar samimiylik, xuddi shunaqangi bizni mehmondo'st. Endi shu qarasam mol boqib yurganlarimiz, qo'y boqib yurganlarimiz, undan keyin haligi bekorchilik paytda biz oldin limonad bo'lardi, Buratina limonad bo'lardi, qopqonni olib, keyin hali nimalarni tapib ko'rib turib, partib o'ynardik. Lankani. Biz endi Andijonda endi par deyiladi, par tepish deyiladi. Shunaqa zo'r tosh, ichiga tosh qo'yib qopqon qo'yib, shuna o'ynardik. Rosa kim, u ham bir jismoniy mashq, undan keyin qatni ham jamiyat. Juda u haligi tennis o'ynaganingizda qanaqa bo'lasiz? Juda ham zukkolik, ko'zga, keyin fikrlashga ham juda katta foydasi bor ekan. Uni haqiqatan ham uni bilsam biz Yaponiyaga borganimizda, o'tgan yil avvalgida shu nimaga borganimizda o'shanda ko'rdik, ularda hali sakura daraxtlarni oldida ularning milliy o'yinlar qilar ekan. Xuddi biz ham bir-birimizga juda yaqin. Bizda ham mana o'rik, bodom, hamma mevalar gullaydi. Shunaqa paytda har bahor paytda shuni eslaysiz. Xuddi shunga o'xshashligi juda ko'payganki, mana arg'amchi uchamiz. Shunaqa bir mashqda bu hozir mana o'ynaganda mashq qildingiz, Fagandariyada xuddi shunaqa. Endi bu boshqacha zavq, u yoshlikni eslamasak bo'lmaydi-yu. Endi konsert dasturlaringizda ham mana shunday qo'shiqlar o'rin oladi deb o'ylayman, yaqin kelajakda. Targ'ib qilish kerak mana shu o'yinlarni. Hozir bir fikr keldi ota-onalarga ham. Faqat telefondagi o'yinlar bilan emas, farzandlaringizga mana shu o'yinlarni o'rgatsangiz, sog'ligi uchun ham juda foydali. O'zimizni qo'limizda aytadi-ku, farzandni tarbiya qilma, o'zing o'rnak bo'lib berdi. Juda ham yaxshi tavsiya bo'ldi hozir. Endi hozir shuni chiroyli aytib o'tdingiz. Endi ijodlarimizga qo'shib boramiz haqiqatan. Bu juda ham kerakli narsa. Birinchi o'rinda odam sog'lom bo'ladi, fikrlashi, undan keyin chaqqon bo'ladi, undan keyin tabiat qo'ynida boshqacha bo'ladi. O'zi hali kamalakni uchirganingizda qanaqangi uchib ketasiz. Samolarda uchib yurasiz. Qancha tepalikka cho'qqa chiqqansiz, siz ham xuddi chiqqan. Endi rohati boshqacha-da. Bolalar ham shunda, menimcha shuncha biz bolalar ham mana nima deydi? Dadajon bahor keldi, shu parkingga shu varraga uchirgan shuni so'rashayotganiga xursand bo'lish kerak. Juda xursand. Hozir virtual dunyoga kirib ketishyapti. So'qoq qishloqlarimiz bor, Sanganak, Novdak. Juda boshqacha. Shular har bahorda biz chiqamiz ota-onalarimiz bilan birga, hamma yaqinlarimiz bilan birga. Endi bir zavqi boshqa. Konsert dasturingiz haqida so'radimi? O'sha bo'lmoqchimi? Konsertimiz 2000 oxir marta shu 3 yil konsert qo'ydik o'zi Turkiston san'at. O'zim Toshkent davlat filarmoniyasi xonanda bo'lib ishlayman. O'sha yerda jonli tarzda 2017, 2018, 2019-yil har yili konsert qo'yardik. Orada keyin pauza bo'ldi. Katta tanaffus bo'lib qoldi. Tanaffus bo'ldiki, endi ko'payib ketib qoldi, toshlar ko'payib ketdi, tadbirlar shunday bo'lib, endi mana hozir bu yil shuni yerlarimiz bor, yana jonli qilib yurtimizga, aziz muxlislarimizga, yurdoshlarimizga bir boshlovchilar tayyor mana. Endi shu hozir o'ylab turibman so'zlarni gapirib, keyin bek vokalga o'tib olamiz. Orqada xonandalarga. Yaqin kunlarda nasib qilsa konsert dasturida ko'rish ham nasib qilsa, hozir tadbirlar haqida gapirib o'tdingiz va yurtimizda umuman Navruz saylari allaqachon boshlanib yubordi. Hududlarda, mahalla korxonalarda, tashkilotlarda, maktablarda umuman bayram nishonlanishi ancha oldin boshlangan va Samarqanddan muxbirimiz bizga lavha yuborganlar. Qadriyatlaring boqiy bo'lsa Navruz shiori ostida go'shalarda tashkil qilingan bayram saylari haqida keling birgalikda tomosha qilamiz, keyin suhbatimizni davom ettiramiz.
Qir'adirlar bag'rida joylashgan Bo'ston mahallasi Ishtixon tumanining olis va chekka hududlaridan sanaladi. Ko'klam nafasidan yashnagan dasht bag'rida qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navruz degan ezgu g'oya asosida tashkil etilgan bayram sayli tuman ahlini o'ziga chorladi. Navruz qadimiy o'zimizning milliy bayramimiz. Yilning boshlanishi, dehqonchilik yillari boshlanishi. Hammaga bunday ulug' kunlar, bayramlar muborak bo'lsin. Alloh taolo yurtimiz tinchligini bersin. El xalqimiz sog'lig'ini bersin. Mana shunday har yili xursandchilik bilan Navruz bayramlarini kutib olish hammamizga nasib qilsin. Dehqonchiliklarimiz mo'l bo'lsin, barakali bo'lsin, yurtimiz tinchligiga ko'z tegmasin. Navruz saylida tuman mahallalarining folklor va badiiy jamoalari o'zlarining turli ko'ngilochar chiqishlari, ko'rgazmalari va sahna ko'rinishlari bilan shodiyonalarga fayz bag'ishladi. Milliy urf-odat va an'analarimizni o'zida aks ettirgan kelin salomlar, lapar va o'lanlar, dutorchi qizlar, do'mbirachi yigitlar ijrosidagi kuy-qo'shiqlar, qadim qadriyatlarimizni aks ettiruvchi milliy o'yinlar, san'atkorlarning Navruzni, istiqlol va tinchlikni tarannum etuvchi qo'shiqlari barchaga xush kayfiyat bag'ishladi. Navruz ayyomi yangilanish, yasharish bayrami nishonlanmoqda. Qir'adirlar bir qarasalaringiz juda ham chiroyli, manzarali, bir-biridan go'zal joylar. Nihoyatda odamlar go'zal, ko'rkam, jozibali bolajonlar. Bugungi bayramning ma'nosi ota-bobolarimizdan qolgan yangi kun, yangi yil deyiladi. Bunda oldinga urushganlar, qo'ni-qo'shnilar, hamsoyalar yarash kerak, gina qudratlar unutilish kerak bu bayramda. Hamma joyda o'tovlar, yoshlar, liboslari bir o'zgacha. Yar yona taxting bo'lsin, xalq hazratning qizi degan baxting bo'lsin. Yar yona baxting bo'lsin, hay hay ular Zotdor otga minib maydonda or talashish haqiqiy chavandoz uchun sharaf sanaladi. Uloqni to'dadan ayirib marraga yetkazish esa chavandozdan mahorat, otdan chopqirlik va kuch talab etadi. Bayram munosabati bilan tashkil etilgan uloq ko'pkari musobaqasida ham nomdor polvonlar o'z mahoratlarini sinovdan o'tkazdilar. Albatta, tinch va osuda yurtga mana shunday bayramlar yarashadi. Samarqand viloyatining olis hududlarida tashkil etilayotgan bayram tadbirlari ham yurtdoshlarimiz qalbiga bahoriy iliqlik, bayramona kayfiyat baxsh etmoqda. Albatta mana shunday tinch yurtga bayramlar yarashadi. Ajlar bugun kun davomida O'zbekiston telekanalida ham bayramona marafonni o'tkazib yubormang. Siz sevgan ijodkorlar tashrif buyurishadi, siz sevgan qo'shiqlar ijro etiladi. Hammasi siz uchun, demak, biz bilan birga qoling deymiz va bilasizmi, Rasulxon, Navruz kelayotganda bir qo'shiqni doim xirgoyi qilib beraman. Qaysi qo'shiqni? Navruz kelibon jumlay jahon nozlana nozlana nozlanajakdir. Siz ham eslaysizmi? Juda eslayman. Bu qo'shiq qanday shukuhini beradi, Xuddi ruhiyatini beradi mana shu qo'shiq. ozgina tinglab ko'ramizmi hozir? Aziz teletomoshabinlar. San'at aka tanidingizmi? Rasulxon. Tanijakdir. Voy, bu qo'shiqni biz yoshligimizdan eshitib katta bo'lganmiz. Ayniqsa bu men sozandaman, skripkachiman. Ha. Skripkani shunaqangi Erkin akam ustoz shunaqa chalganlar, shunaqa chiroyli chalinganda, mayus haqiqiy bahor desa endi ijroni ham chiroyli, ustoz chiroyli ijro qilganlar. Albatta, aynan Fayyod guruhi ijrosidagi qo'shiq edi bu. Va bugun biz studiyamizga mana shu guruhning solistkasi Viktoriya Shindinani taklif qilganmiz. Ular ijrosida mana shu qo'shiqni eshitish baxtiga muyassar bo'lasizlar. Dasturimizni so'ngiga qadar tomosha qilsangiz. Komilaxon, bilasizmi, hozir Viktoriya xonim kirgunlaricha menda mana telefonim qizib ketdi. San'at aka, bilasizmi, e'tirozlar bilan to'lgan. Gulsarani aytdingiz, Manzurani aytdingiz. Guli qani, bilamiz sizda Guli degan qo'shiq bor. Shuni ayting. Endi bilasizmi, Guli deb aytishi bir juda o'zini plyus taraflari bor. Chunki Guli Gulnoraga ham to'g'ri kelaveradi, Gulnoraga ham to'g'ri kelaveradi, Gulmiraga ham to'g'ri kelaveradi. Gulchehraga ham to'g'ri keladi. Gulchehraga ham hammasiga. Bilasizmi, hozir bitta o'q bilan nechta quyonni uramiz? Demak, hozir aziz teletomoshabinlar, mayli, urishmanglar. Mana hozir aytib beradilar. Aytib berasizmi? Aytib beraman, Guli. Gulini aytib bering. Marhamat. Gulilar uchun marhamat. Hamma gulilar. Gulilar.
Ofarin, san'atli aka. Keyingi ko'rsatuvlarimizga hamma qizlarni ismlariga yozib kelasiz qo'shiq, chunki Asalom O'zbekiston ko'rsatuvimizni muxlislari million va ular ismlari ham juda ham serob. Lekin birinchi meni ismimga atab Familiyaga birinchi bo'lib yozmasangiz bo'lmaydi. Shuningdek, Viktoriya degan ham qo'shiq yozishingiz kerak. Raqsga kirib keldilar Viktoriya. Xush kelibsiz, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Ko'rganimizdan xursandmiz. Navro'zingiz muborak bo'lsin. Omad tilayman, baxt. Конечно же, здоровья всем. Мирного неба над головой. Пусть сбудутся все ваши самые заветные мечты. С Наврузом. И, конечно же, эта песня замечательная Nozlana Jagdir sizlar uchun. Katta rahmat, eshitamiz. Очень хорошо. Вас также поздравляем. Nozlana Jagdir. Oftob qizitib asta sekin yozlana Jagdir. Navruz kelibon jumlay jahon Nozlana Jagdir. Oftob qizitib asta sekin yozlana Jagdir. Yoshlar tabiat dashtu adir lola ichida. Yurtim chamani o'zgacha pardozlanajagdir. Yoshlar tabiat dashtu adir lola ichida.
Рахмат. Очень красивая песня. Спасибо большое. Вам так идет, вы тоже выглядите прекрасно, как весна. Bahoroy. Да. Вот одна Бахорой и вторая Бахорой. Да, я думаю, сегодня все девушки прекрасные. Прекрасные. Да. Парни тоже у нас замечательно выглядят, да? Да. Сегодня в праздник, я думаю, все в хорошем настроении, все хорошо выглядят. У всех девочек цветочки на голове, да? Наши прекрасные ведущие. Я сегодня тоже И у сделала вас. себе цветочки. И, конечно же, эти прекрасные цветы у нас в студии. И, конечно же, вот этот вот сумаляк, который скоро будет у нас кипеть, да? Уже в наших котлах будет кипеть наш замечательный сумаляк. Виктория, знаете, вот сейчас вы всех нас двоих вдохновили. Сейчас Санат Кефармонов хочет еще одну песню спеть всем нам и всем зрителям про Навруз. Замечательно. Пожалуйста. Вас приглашаем сюда, Пожалуйста. а Санат Аке на сцену. Хорошо. Пожалуйста. Marhamat bo'lsam. Sanat Aka, marhamat. Yashnadi bugun o'lkam, qiruv dalalar ko'rkam. Yashnadi bugun o'lkam, qiruv dalalar ko'rkam. Dasturxon to'kin bekam, xotirjamlik bamayli. Ey yurtimda Navruz sayli. Qizlar sochi jamalak, o'yinar go'yo 40 malak. Qizlar sochi jamalak, o'yinar go'yo 40 malak. Tosh qozonda sumalak, tatib kirsinlar mayli. Ey yurtimda Navruz sayli. Kurash tushib palvonlar, tortishuvda tomonlar. Kurash tushib palvonlar, aytishuvda tomonlar. Keldi davru davronlar, bayt baraklar aytayli. Ey yurtimda Navruz sayli. Keksalari hurmatda duo qilar albatta. Keksalari hurmatda duo qilar albatta. San'atkorlar xizmatda kuylasinlar chimayli. Ey yurtimda Navruz sayli. Qizlar sochi jamalak, o'yinar go'yo 40 malak. Tosh qozonda sumalak, tatib ko'rsinlar mayli. Hey yurtimda Navruz sayli. Yashnadi bugun o'lkam, qiruv dalalar ko'rkam. Yashnadi bugun o'lkam, qiruv dalalar ko'rkam. Dasturxon to'kin bekam, xotirjamlik bamayli. Ey yurtimda Navruz sayli. Ey yurtimda Navruz sayli.
Kattakon rahmat. Bayram muborak bo'lsin. Tashrif uchun katta rahmat. Xursand bo'ldik. Azizlar, telekanalimizdan aslo uzoqlashmang. Bayram marafoni O'zbekiston telekanalida davom etadi. O'zingizni ehtiyot qiling. Bayram muborak bo'lsin. Viktoriya Bashoy, spasiba san'atiga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar.